Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ferzi Trade. Xudo xolasa bugungi videomizda biz ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan объем haqida gaplashamiz. Qanday объемdan probitsiya bo'ladimi? Ya'ni probitsiya deganda bozor mana uровеньni buzib o'tib ketadimi yoki bu uровеньdan tushib ketadimi? Shuni qanday analiz qilishni tushuntiraman. Xudo xolasa, plus ko'pchilik so'ragan eng kerakli narsa bizda tradingda nima? Bu psixologiya. Xudo xolasa bugun psixologiya va to'g'ri pulni boshqarish haqida gaplashamiz. Sizlardan ko'p narsa so'ramayman, sizlardan faqat like so'rayman. Agar video yoqqan bo'lsa, video yoqmagan bo'lsa, kamchiliklarimizni bemalol kommentariyada yozib o'tsalaring bo'ladi. Biz esa xudo xolasa sekin savdoyimizni boshladik. Xo'p, men bu yerda AUCF ko'ryapman. AUCF parasi bitta qaraymiz. Xo'p, AUCF parasi bitta qarayapmiz. Xo'p, tushib ketgan bozor 4 minutga qilib turib, katta summaga ochmayman. Katta summaga ochmayman, nimaga desalaring, foizlar ko'ryapsizlar. Xo'p, mayli. Qiziqishga bo'lsin, hech bo'lmasa $111 mana masalan 4 minutga pastga ochdim. Xo'p, o'zi bitta ochganim bitta tomondan xato. Qaysi tomondan xato desalaring, men уже kech ochdim. Nimaga desalaring, bozorimiz уже mana уровеньda buzib, bozorimiz уже mana qaranglar, maytagi уровеньda buzib, tepada anaqa qildi. Ya'ni buzib o'tdi. Lekin men nimaga ochdim? Bitta sizlarga объемni kuchini ko'rsatmoqchi bo'lganim uchun ochdim. Xo'p. Bitta kirganimiz sababi o'zi, masalan, kirganimiz sababi mana ko'ryapsizlar, mana yerda уровеньimiz bor, to'g'rimi? Mana yerda zerkalniy уровень bor. Zerkalniy уровень nima u uka deyotganlarga, zerkalniy уровеньimiz bu masalan qaranglar. Hozircha bozorimiz masalan tepaga qo'ymayapti, o'tib ketishga. Ya'ni bu уровеньdan tushib ketyapti. Keyin bu bozor buzib o'tib ketgandan keyin уже pastga tushayotganda уже mana oldin probitsiyaga qo'ymayotgan narsa, ya'ni tepaga qo'ymayotgan narsa уже pastga qo'ymaydi. Уже battan bozorimiz tepaga harakatlanishni boshlaydi. Hamma turda emas, lekin ko'p marotaba, to есть shunaqa narsa bo'ladi. Masalan, oddiy maytni inobatga olsak, mana qaranglar, maytdan mana soyalarni ko'ryapsizlar. Mana soyalarga qarasalaring, ya'ni bozor maytda pastga qo'ymadi, keyin chiqib ketgandan keyin уже tepaga qo'ymayapti. Keyin xo'p, tushib ketgandan keyin yaxshi sechkalar bilan anaqa ko'tarilib ketyapti. To есть mana bu yerda ham xuddi shu ahvol akalar. To есть bozorimiz mana yerda pastga qo'ymadi, tushib ketgandan keyin уже tepaga chiqqandan keyin qaranglar, mana bu birinchi kasaniyasi. Bu birinchi kasaniyasi tushirib yubordi, ikkinchi kasaniya bo'lyapti. Ikkinchi kasaniyada ham уже biz shuni объемga qarab turib, уже tushirib yuboradi degan, уже ko'ryapmiz объемga qarab turib, to что mana yashilda объемlarni qarasalaring, 3 ta sechkamiz turibdi bu yerda yashilda, to'g'rimi? Xo'p, birinchi sechkamiz bu nima desalaring, bu sechka неопределенности, то есть bozor уже tushunmayapti nima qilishdi. Keyin xo'p, bitta bayga anaqa oldi. Ya'ni razgon oldi. Olgandan keyin hozir yaqinroq qilib ko'rsataman. Bitta bayga razgon olgandan keyin bitta silkamizga qarab qo'ying, nima bo'lyapti? Xo'p, yopilishiga 1 minut, 2 minut bor ekan. Biz bu yerda mana shunaqa sechka ko'ryapmiz, ya'ni soyasi bor 50%. To есть bu nima degani desalaring, bu degani bozorimiz chiqqan, ya'ni sechkamiz shu joygacha chiqqan va tushirib yuborgan pastga. Tushirib yuborgandan keyin bu yerda shunaqa sechka paydo bo'lgan. Bu degani уже уровень hali ham ishlayapti, уровеньni kuchi bor degani. Xo'p, yana o'chiraman hamma yoqda. Ikkinchi sechka ochilyapti. Ikkinchi sechka ochilib, уверенный, katta sechka. Ya'ni ko'pchilik albatta o'sha shamni kuchi yaxshi ekan deyishi mumkin, lekin объемiga qarasak, объемi o'ta kichkina. Ko'ryapsizlarmi? Sechka katta bo'lishi bilan объем o'ta kichkina. объем o'zi nima desalaring, bu har bitta объем bu mana sechkaning ichidagi kuchi degani. Mana ko'ryapsizlar, даже eng tepadagi точкani olmagan bo'lsa ham bemalol shu объемga qarab turib biz определить qilyapmiz, то что bozorimiz по-любому bitta pastga ketadi. Nimaga desalaring, bitta bizga ham sechka, ham уровень, ham masalan zerkalniy уровень, то есть объем hamma yoq bizga bitta bozorda tepaga ketishiga ilojisi yo'q deb ko'rsatyapti. Xo'p, video zilkamiz yopilishigacha narsa ko'rsatib o'tib ketaman. Bu bizning VIP kanalimiz akalar. Kecha masalan to'rtta plus bilan to'xtatdik, tugatdik. Ko'rayotganlaringdek bizda 90% o'zlarining efirlarimni ko'rganlar biladi, bizda 85-90% проходимость. Bu degani 100 ta zilkamizdan 85 ta 90 tasi plus bo'ladi. Xo'p. Ko'pchilik tushunishi mumkin. Bu 90 ta nima qilyapti? 90 ta ustma-ust plus bo'ladi. Yo'q, ustma-ust emas. Orada biz dagon olamiz. Lekin sizlar ko'pchilik ruslarda ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Ruslar qanaqa 3 ta, 4 ta dagon oladi, to'g'rimi? Biz uzog'i 2 ta dagon olamiz.
uzog'i borsa 3 ta olamiz, lekin 3 ta dagon olishimiz bizda bir oyda bir marta bo'ladi xolos. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni har bozorga kirganda 3 tadan minus olmaymiz. Masalan, kecha mana minus olyapmiz, orqasidan dagon deyapman. Masalan, hozir ko'rsatib o'taman. Masalan, Kacheyev deyapman. Ozroq summa tushuntirib o'tyapman. 4 minutga pastga deyapman. Dagon tayyorlaylar. 2 minutga pastga. Mana dagon tayyorlayapmiz. 2 minutga pastga olib turib plus, to есть minus bo'lyaptimi, orqasidan keyin srazu qoplab borib ishlaymiz. Bunaqada qanday kirish kerak desalaring, dagon bu oson narsa. Masalan, deylik 2 dollarga zelka ochdingiz, 2 dollarga mana zelka ochdingiz. Men sizga dagon ochinglar desam, dagon ochinglar deganimdan keyin siz 2 dollarda qoplaydigan summa ochishingiz kerak. Balansingiz yaxshi bo'lsa 4 dollar ochasiz, ya'ni 2 barobar ochasiz. Nimaga siz 4 dollarga foydasi, 4 dollarda foydasi masalan deylik 3 dollaru masalan 60 sent. 60 sent. Hozir endi to'g'risi siz shunga ahamiyat bermaysizlar. 3 dollaru 60 sent bo'lsa, 3 dollar bu degani siz mana uni ustidan, to есть buni ustidan ham bu pulni qaytaryapsiz 2 dollardan, ham ustidan 1 dollaru 60 sent pul ishlayapsiz. To есть siz qoplab yuborish kerak. Bundan oldingi minusingizni qoplab yuborish kerak dagondagi plyus. Mana shunaqada qo'rqmasdan masalan ishlasalaring bo'ladi. Xo'p, yana bitta moment ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Bizga masalan oddiy уровеньga Auchev hozir atrobotka qildik. Foiz kichkina bo'lgani uchun ozroq summaga ochyapman akalar, haligacha to'g'ri tushunish bo'lmasin. Masalan, oddiy shu para deylik. Out USD ni bitta ko'rib chiqamiz nima bo'lyapti. Out USD ni ko'ryapmiz. Bu bitta ham xuddi shu rasm, ya'ni sechkamiz xuddi объемlar umuman yo'q. Ya'ni mana sechkalarni ko'ryapsizlar, yaxshi harakat bor, lekin umuman объем yo'q. Demak, biz bitta qarab turib, birinchi yaqin o'rgandan sekin 4 minutga pastga atrobotka qilsak bo'ladi. Agar kelgani ulgursa, bitta 30% ekan, akalar to'g'risi hozir 30 dollar, mayli. 222 ga kiraylik, hatto 60-70 dollar ishlaydi shu zelkadan. Xo'p, 550 dan zelkaga kirishimiz kerak. 550 dan kiradigan bo'lsak, zelkamiz yopilishiga esa 1 minut 50 sekund vaqt bor. Volatilность juda kuchli. Ya'ni bozorda qiyin narsa yo'q. Hali odamlar tushuntirayotgandaqa bozor qiyin, o'rganish uchun vaqt, yillar. To'g'ri, men o'zimga lishni vaqt, yillar ketgan chunki menda to'g'ri odam bo'lmagan yonimda ko'rsatadigan. Lekin xudo xolasa men doim yonlaringdaman. Bemalol xizmat bo'lsa, ya'ni pocket tomonlama yoki nimadir tushunmayotgan bo'lsalaring, bemalol yozsalaring, xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman akalar. Ya'ni bitta bilim, masalan, bilim pul topish uchun faqat bilim anaqa emas akalar. Mana bugamadikmi? Bitta chiqib chigarim. Bitta chiqib kelmaslarga bitta narsani tushuntirib o'taman hozir. Mayli, kirdik. Xo'p. Qaranglar. Ya'ni bitta pul topish uchun hali yillar o'rganishim yo'q. Mana masalan akalar, bemalol uyalmayman. Men ham umrim bo'yicha birinchi boshlaganimda 2 yil, 2,5 yil birovning signali bo'yicha ishlaganman. Sizlarda ham xuddi shunaqa qilsalaring bo'ladi. O'zlaringga pul tashlab qo'yapsizlar, ham o'rganyapsizlar, ham paralleldan foyda qilib turibsizlar. Masalan, deylik 100 dollar pul tashlaysiz. 100 dollarga kuniga 15 dollar menimcha yomon narsa emas. Pulni to'g'ri boshqarishni o'rganish kerak akalar. Hozir men sizlarga buni ham tushuntirib o'taman. Mana VIP kanalimni o'zlaring ko'ryapsizlar. Har bitta zelkamiz sivga, har bitta zelkamiz pastga kiryapti. Har bitta zelkamiz. Shuning uchun qo'shilish bepul akalar. Bemalol qo'shilib bizdan savdo qilsanglar bo'ladi. Xo'p. Keyin bitta narsa gapirib o'taman. Akalar, men sizlarga bitta narsa doim iltimos qilaman. Masalan, nima desalar, mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, ozroq summa deyapman. Oz summaga kiringlar deyapman. Oz summa deganimda bo'ldi. Bu degani ozroq summaga kiring degan. Ozroq summaga men nimaga kiringlar deyman akalar, bilasizlarmi? Masalan, men ham boshqa signal beradiganlarga o'xshab, menga nima xohlagan summasiga kirsan desam bo'ladi, lekin men bilaman, to'shto ko'pchilik shu depozit qilish uchun oson pul topmaydi-da, hamma qayerdadir ishlab turib kelib depozit qiladi. Endi qarang, ozroq summa deganimda bu degani
bizda qanaqa joy degan desalaring, men qanaqa joyda ozroq summa deyman. Mana yerda уровень bor, mana masalan bozor уровеньga yaqinlashyapti. Ko'ryapman, sal teparoqda уровень bor. Bozorda volatilность kuchli bo'lsa ozroq summa deyman. Ozroq summa deganda nimani tushunish kerak? Masalan, siz har bitta zelkaga 5 dollardan kiryapsiz. Har bitta zelkaga 5 dollardan kiryapsiz. Endi bu degani ozroq summa deganimda siz mana birinchi zelkaga kiringlar deganimda 2 dollarga kirishingiz kerak. Keyin o'sha chunki ozroq summa deganimda batta dagon olish ehtimolimiz juda katta bo'ladi. Masalan, oddiy shetda qarasalar mana ozroq summa deyapman, dagon tayyorlaylar deyapman, ko'rayotganlaringdek. Mana masalan dagon aytyapman, dagon olishimizni уже aytyapman. Ozroq summa deganimda siz masalan har bitta zelkaga o'zi 5 dollardan kiryapsiz. Ozroq summa deganimda birinchi zelkangizga 2 dollarga kirasiz, ikkinchi zelkangizga 3 dollarga kirasiz. To есть siz bitta zelkada yo'qotadigan 5 dollaringizni ozroq summa deganimda dagon bilan birga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Dagon bilan birga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Keyin akalar bitta narsani sizlarga hozir yana bitta narsani gapirib o'tib ketaman. Bitta akamiz iltimos qildi, so'radi shu narsa bilan gapirib o'tishni. Hech qachon eng katta xatoni aytaman men sizlarga. Hech qachon sizlar topilgan, masalan 50 dollar depozitlaring bor, 50 dollar depozit qilyapsizlar. Bitta o'chiraylik. Masalan deylik 50 dollar depozit qilyapsiz. 50 dollar depozit qildingiz, 18 dollar foyda qilyapsiz. 18 dollar foyda qilyapsiz. Bitta zelkamizga qarab qo'yaylik. Xo'p, yopilishga biring. 18 dollar foyda qilyapsiz. Keyin o'tiribsizda siz aytyapsizki, deyapsiz, hech bo'lmasa 2 dollar plushlab qo'y, shuni 18 dollar emas, 20 dollar qilib qo'y deyapsiz. Ya'ni o'sha siz o'sha eng katta xatoga kirib ketyapsiz bitta. Nimaga? Siz 2 dollar topaman deb 1 dollarga zelka ochgandirsiz balki 2 dollarga. Endi qaranglar, 2 dollarni topaman deb qani fakt to'shtosiz 2 dollar ishlayman deb zelkangiz minusga kirmaydi. Xo'p, siz masalan birinchi zelkangizga 2 dollar kiryapsiz. 2 dollar minus bo'lsa nima qilasiz? 4 dollarga kirasiz o'sha. Ikkita zelka minus qilganingizdan keyin siz 6 dollar minusdasiz. Siz maytda o'sha masalan 18 dollar foyda qilgan bo'lsangiz, bugun baribir 12 dollar foyda qildim-ku demaysiz. Siz xayolingiz o'sha yo'qotgan pulingizda turadi, maytda yo'qolgan 6 dollarda. Hozir zelkamiz yopilishini ko'ramiz. Ko'ryapsizlar akalar, ya'ni qiyin narsa yo'q. Kirgan joyimizni mana отметка qildik, ko'rsatib o'tdik, объемlarni ko'rsatdik. Ya'ni miniyle qilinadigan ish yo'q bo'ldi akalar. Ko'ryapsizlar, analiz qilgani 4-5 sekund vaqt ketadi xolos. Ya'ni 4-5 sekund ketadigan narsaga, mana 4-5 sekund ichida analiz qilib ketadigan narsaga yillar o'qish kerak emas-ku, to'g'rimi? Bu degani oson narsa. Prosta batta eng qiyin narsa bu psixologiya, lekin psixologiyani men sizlarga doim tushunib turaman akalar. Endi qaranglar, maytda oxiriga yetkazib qo'yaylik gapimizni. O'sha ikkita minus yegandan keyin aka nima bo'lyapti batta? 6 dollar minusda. Общий счетda olib qarasa, mana общийni olib qarasa, aka o'sha 6 dollar minusda emas, aka o'zi 12 dollar foydada. Chunki u 18 dollar foydada edi izначально. Lekin bu akani xayolida yo'q 12 dollar foydaligi. Bu akani xayolida bo'ldi, men mana 6 ni yo'qotdim. Demakki, men hozir o'sha balansimni не только 2 dollar ishlashim kerak, yana 6 dollar, o'sha 8 dollarga qanaqa qilyapti. Bu aka o'sha nima qilishni boshlaydi? Естественно, bu aka o'sha 6 dollarni перекрыть qilish uchun kamida 10 dollarga kirishni boshlaydi. O'sha 10 dollarga kirganda bu akani xayolida hozir o'sha trading bo'lmaydi. Bu akani xayolida o'sha faqat qanday shu plusga kirib qolsa-ku, men anaqa minusimni qaytarib olsam. Xayol shunda bo'ladi xolos. O'sha nima deydi? O aka, hozir hech bo'lmasa shu yo'qotgan pulimni qaytarib olay, hech bo'lmasa shu 18 dollarga chiqib olay, bo'ldi, savdoni to'xtataman. Odam o'sha nima bo'lyapti? Psixologik o'sha bu akani xayolida o'sha aylanish qilish yo'q, bu akani xayolida shu o'xshab qolsa bo'ldi degan bitta zelka topiladi. U ham bitta minusga olsa o'sha balans xush kelsa ham bo'laveradi. Nimaga desiz, 4 tadan keyin o'sha odam slivga qilib yuboradi, ko'p odam o'sha chidalmay. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lib akalar, hech qayerga shoshilganimiz yo'q. Masalan, nimaga mana bitta narsa hozir ashyokaga ham gapirdim. Aka dedim, masalan ko'ryapsizlar, masalan o'zlaring meni plusimni ko'ryapsizlar, juma kungi plusimni ko'rdilaring akalar. VIP kanaldagi mana plusimni ko'ryapsizlar. Ya'ni bunday qilib olib qarasak-da, mana VIP kanaldagi pluslarni ko'ryapsizlar. Ya'ni men ham ertalabdan kechgacha mana video olyapman hozir. Prosta men video olish uchun o'tirdim xolos akalar, savdo qilgan. Ya'ni nima menga mishat qiladi? Hozir shuni kompyuter, telefonni o'chirib turib video olmasdan savdo qilib o'tirishga. Agar mana shunaqa qilib o'tirsam, men kecha masalan 3000 dollar ishlagan bo'lsam, men shunaqa ertalabdan kechgacha o'tirmoqchi bo'lsam, men 3000 dollar emas, 10000 dollar ishlayman kuniga. 15000 dollar ishlarman balki Alloh berib. Lekin men bilaman, to'shtamani bozor akalar, u miya, men sizlarga bilasizlar, ko'pchilik men Turkiyada fabrikada ishlardim yoshligimda.
Bu bozor juda qattiq odamni miyasini charchatadi. Ba'zan masalan ko'pchilik hozir ishonmasligi mumkin, lekin bu bozorda ishlash mana borib zavodda menga 12 soat ishlab kelish osonroq edi. Nimaga desalaring, atda siz robotga o'xshab qo'lda harakat qilasiz xolos. Albatta esa miya bilan, ya'ni albatta har bitta xato pul bilan o'lchanadi. Masalan deylik, o'zi $100 pul zo'rg'a ajratib tashlayapsiz-da, mayda minus $10 bo'lyapti. Minus $10 bo'lyapti, minus $20 bo'lyapti. O'sha odam o'zini o'zi yeyishni boshlaydi akalar. Tushunyapsizlarmi? Men mana shu riskni olmen siz aka, mana bitta narsada mana o'ylanglar, hozir bitta hisob kitob qilamiz akalar. Mana o'ylanglar, mana $100 balanslaring bor. $100 balanslaring bor. Xo'p, siz shunaqa ishlayapsizki, siz kuniga $100 ga $30 topyapsiz. Shunaqa risk bilan ishlayapsiz. Ya'ni $30 ishlaysiz aka bugun. Xo'p, bugun $30 ishlagandursiz. Bugun $30 ishlagandursiz. Ertaga ustiga $20 ishlarsiz. Lekin bu har kuni razgon uzoqqa bormaydi akalar. Balanslaringni $200 qilganlaringda mana o'ylanglar, balanslaring $200 bo'ldi. В конечном итоге balanslaring $200 bo'ldi. Nima bo'lyapti bu yerda? Siz har kuni risk olyapsiz. Bozor sizga har kuni beravermaydi. Bir kun bitta sindiradi. Bo'ldi, slif. Balans slif bo'lyapti. Xo'p, siz 4 kunda deylik masalan $100 pul topyapsiz, lekin siz shu pulni tatimadingiz-ku. Nimaga siz menda oldin qanaqa bo'lganman? Masalan, faqat juma kuni pul chiqaraman derdim. Masalan, dushanbadan jumagacha deylik $3000-4000 foyda qilardim. Juma kuniga kelsa men slif qilib yuborardim. Juma kuniga kelganda doim slif qilib yuborardim. Ya'ni bu pul menga tatimasdi. Men o'zimga o'zim aytardimki, undan ko'ra men mayda kuniga $1000 emas, kuniga $20 topganimda ham, mana kuniga $20 topib bozordan chiqib ketib, kuniga $20, 15 endi u paytdagi balansimga gapiryapman-da, chunki men unda $2000 balansda ishlardim. Hech bo'lmasa kuniga $20 topib olib chiqib ketganimda ham, masalan, hafta oxirida $100 foyda qilsam, menga shu ko'proq kayf beradi-ku. Nimaga desalaring, men chunki bu pulni chiqarib borib magazinga borarman, kiyim olarman, bir narsa qilarman. Mayda ishlagan $4000 plyus, ya'ni tatimagan bo'lsangiz, mayda ishlagan $4000 plyusga tatimagan bo'lsangiz, sizga nima foyda undan? U prosta xuddi demoni hisobidaqa ko'z uchun turadi xolos. Xo'p, $2000 balanslanmas. Men $2000 balans qilmaganman, $2000 qilganman. Qachon o'sha keyinchalik qilganman. Boshida menda eng katta balans depozit masalan $700 bo'lar, $800 bo'lar. Keyin payt kelgan $3000 qilganman, payt kelgan $10000 qilganman. Lekin shu boshidagi yo'lim, shu Turkiyada fabrikada ishlab yurgan paytimdagina gapirib, inobatga olib gapirsam shunaqa. Shuning uchun akalar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, o'zingiz prosta hisoblang mana. O'zingiz hisoblang mana. $100 ga deylik, $100 ga masalan deylik, siz $200 ishlang aka, $200 ishlang, katta risk qilib, siz bu pulni olib chiqib ketdi. Chunki $100 $200 qilgan odam $1000 qilaman, $500 qilaman deydi, keyin $1000 qilaman deydi akalar. Xo'p, siz $300 ga olib chiqib turib, по-любому batta slif qilib, 99% mana shu kungacha akalar 500 ta odam olib kirganman pocket optionga. Masalan, 500 ta odam kirgan bo'lsa, 500 tadan 450 tasi shunaqa bo'lgan kamida akalar, o'zlari savdo qilayotganda. Tezda ko'tariladi, mana tezda keladi, $100, $200 tezda qiladi-da, oxirgi kun bari slif qiladi. Undan ko'ra siz mana $100 ga sistema bo'yicha ishlab turib, kuniga masalan $10 qiling, to'g'rimi? Alloh berib, ertasi kuni siz $15 qilishingiz mumkin foyda. Ya'ni $10 qiling deganda bu har kuni $10 emas. Bitta narsani ko'rib qo'yay. Endi siz bitta narsani hisoblang, 1 oy mobaynida hafta ichi masalan OTC da ishlamasdan, hafta ichi faqat oddiy paralarda ishlab, masalan kuniga $10-15 dan qilib bozorga chiqib ketyapsiz bozordan. Oy oxirida sizning balansingiz $400 bo'lar. Xo'p, kim uchundir $100 ga 400 juda kam deyishi mumkin, lekin siz ikkinchi oy уже siz 400 ni hadafi, ikkinchi oy уже siz 400 ni hadafi $1000 qilish bo'ladi. Ya'ni $1000 qilish bo'ladi. $1000 qilganingizdan keyin уже 3-oy sizning hadafingiz $2500 bo'ladi. To есть qancha balans oshsa, shuncha foyda ham oshib ketaveradi. Ya'ni bu degani akalar, sizlar mana $100 ga qilinayotgan riskda, ya'ni $100 ga masalan birinchi zilkaga $3 olsangiz, $150 ga ham masalan 3%, bu ko'p 3% aslida. Endi mayli. Mana sinovga kirib yurganlar bemalol kirsa bo'laveradi. Qaranglar. Ertaga уже Alloh berib, masalan bir haftadan keyin balansingizda уже $100 emas, $150. Siz уже birinchi zilkaga $3 ga kirmaysiz, birinchi zilkaga siz $4 ga kirasiz. Tushunyapsizmi akalar? Ya'ni risk oshib boraveradi. Ya'ni risk emas,
risk ayni qoladi, lekin summa zelka, ya'ni zelkaga kiradigan pulingiz o'sha bo'lib qolaveradi akalar. Shuning uchun eng asosiysi bitta Gershikning gapini eslataman. Jadность порождает бедность deydi, ya'ni ochlik kambag'alchilik keltirib chiqadi. Ya'ni ochlik deganda biz ochko'zlik emas, bugun hamma pulni ishlab qo'yish kerak, bugun hamma pul yo'q. Pocket option akalar 24/7 ochiq, OTC. Oddiy parada ishlasalar hafta ichi 5 kun ochiq. Meni sizlarga maslahatim, hafta ichi ishlanglar, shanba dam olinglar. Bu ishga juda seriozli qarash kerak akalar. Bu ishga o'ta seriozli. Masalan, siz biron joyda birovni qo'lida ishlasangiz, borib turib xohlagan narsangizni qila olmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni behurmatsizlik qilib oyog'ingizni stol ustiga chiqarib o'tirmaysiz. Masalan, restoranda ofitsiant bo'lib ishlasangiz nimaga? Hamma yoqda tartib bor, o'ziga yarasha tartibi bor. Bozorda ham o'ziga yarasha tartibi bor. Lekin bu yerda sizni ustingizda hech kim turmagani uchun siz o'zingizni juda anaqa bemalol his qilib ko'rasiz. Shuning uchun akalar shu bemalolchilikni yo'qotib, bu ishga ham juda seriozli qarash kerak. Chunki bu ishda bor pul hech qaysi, masalan, akalar o'zlaring bilasizlar, men ko'mirkon ham boshqardim. Masalan, 1 yil 1,5 yil ko'mirkon boshqarardim. Ya'ni ko'mirkonda o'zlaring bilasizlar qanaqa pul bor, lekin mana tradingdagi pul undan ancha ko'proq akalar. To'g'ri, u darajada ko'p bo'lmasa ham, lekin badda sizlar nima, hech kim qo'liga qarab qo'ymaysiz. Hech kim kelib nimadir deydimi? Xohlasa masalan bilasizlar, Balida yashayman. Ya'ni sizlar eng odamga kerakli narsa svoboda, o'zlaringga anaqa qilasizlar, обрести qilasizlar. Shuning uchun akalar, seriozli qarab shu ishga, xudo xolasa, har bitta zelkaga masalan ovqatlarga chiqib ketibmiz. Har bitta zelkaga masalan unaqa qaramasdan, qani mayda уровеньdan qaytib ketgan ekan, hozir yana bitta shu уровеньga kelsa yana qaytib keladi deb turib kirish kerak emas akalar. O'sha aytganimdek, qarayapsiz, masalan, объем o'sib boryaptimi? Yashil объем, bu qizil. Yashil объем o'sib boryaptimi? Svechkalar kuchi kattami? Ya'ni svechkalar kattami? Demakki, bunaqa joyda yo'q, stop, kirmayman. Ko'ryapsiz to, что siz ko'ryapsiz to, что mana bitta olib qaraganimizda, siz ko'ryapsiz to, что mana уровеньga yaqinlashayotganda svechkalar kuchini yo'qotyapti, объем umuman yo'q. Bunaqa joyda bemalol siz o'sha atrobotka qilsangiz bo'ladi. Akalar, uzr, endi katta videoga 22 minutlik video boribmiz, lekin yoqdi degan umiddaman. Iltimos akalar, sizlardan faqat like so'rayman xolos akalar. Yaxshi, ukajon, rahmat. Masalan, foydali bo'lgan bo'lsa, uka, rahmat, foydali bo'ldi desalaring, mendan xursand odam yo'q akalar. Takже shunaqa videolar ko'p chiqaraman. Hammaga rahmat akalar, joyinglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa, streamlarda